Assalomu alaykum. Bu videoni ko'rib turganimdan sizlarni xursandman. Bu videoda nimalarni gaplashamiz? Qanaqa qilib 10 mingta obunachilar yig'ish bo'yicha 7 ta qadam gaplashamiz. O'zimni tajribamdan kelib chiqib, ketma-ketlik bo'yicha real keyslar orqali. Undan tashqari 2026-yilda ishlab keladigan instrument va nima trendda bo'ladi? Shular haqida gaplashamiz. Aksariyat odamlar bu videoni keyin ko'raman yokida haliroq ko'raman deb ko'pchilik qoldirishadi. Men tavsiya qilgan bo'lardim bitta o'tirib, shu ko'rayotgan videolarni to'xtatmasdan yarim soat ichida ko'rishga maslahat bergan bo'lardim. Aniq bilaman, bu videodan keyin sizda blog rivojlantirish bo'yicha aniq kartez bo'ladi. O'shaning uchun bu videoni o'tkazib yormasdan o'tirib, fokusingizni jamlab, notlarni olib, ketma-ketlikni insightlarni yozishni tavsiya qilgan bo'lardim. Harakat qilaman maksimalni go'shtli ma'lumotlarni berishga, umuman kerak emas ma'lumotlarni bermayman. Unda biz boshladik. Birinchisi, hozirgi paytda bozor holati qanaqa? 2022-yil, 2023-yilda esla olsanglar, Instagramda o'sish ancha oson edi. Videoga olasiz, birpasda topga chiqardi. Oddiy reelsga syomka qilardingiz, birpasda rekomendatsiya chiqardi. Har qanaqa kontent organik ravishda ko'tarilardi. Misol uchun 1 oy vaqt ketardi, 2 oy vaqt ketardi. Bitta reels qo'ysangiz topga chiqardi yokida rasmlarni qo'ysangiz ham rekomendatsiya chiqardi. Ko'p mana target yoqadigan odamlar yoki kontent yurgizadigan odamlar bilishadi. Oldin 2022-yil, 2023-yilda kontent qilish oson bo'lgan. Bu orqali mijozlarni ham juda arzon narxda olishgan. Hozir bu etap o'tib ketdi. Eng oxirgisi klassik sotuvlar oldin qanaqa bo'lardi? O'sha target yoqishardi, xalodni yoki prosta blogiga odam olib kirib, shu orqali odamlar mahsulotlarni sotib olishardi. Hech qanaqa voronkalar qilmasdan sotishardi va bu ishlardi. Hozir trend sal o'zgargan. Hozirgi paytda Instagramda obunachilar yig'ish juda ham qiyinlashgan. Bu masala qiyinlashib boraveradi. Borgan sari narx, bitta obunachi narxi qimmatlashib boradi va Instagram yurgish qiyinlashib boradi. Xo'p, doimiy kontent qilmasangiz, sizni esdan chiqarishaveradi. Mana kontent qilayotgan odamlar bilishadi. 1 hafta, 2 hafta kontent qilmasangiz, birpasda tez trenddan qolib ketasiz va esdan chiqarilasiz. Oxirgisi klassik sotuvlar umuman ishlamayapti. Bir nechta voronkalar ishlab chiqish kerak. Ya'ni hozirgi paytda prosta obunachilarni kontent qilish o'zi kamlik qilyapti. Voronkalar orqali agar xizmatingiz yoki produktingizni sotmoqchi bo'lsangiz, shu orqali sotish kerak bo'lyapti. Voronkalar ulab, ularga ketma-ketlik sotuv voronkalarini ulab chiqish kerak bo'lyapti. 90% blog yuritayotganlarda asosiy qilinadigan xatolar bu bir kun yuritib, ikkinchi kun yo'q bo'lib qolishi. Bir marta yuritishadi va bir hafta yuritishadi yoki 1 oy yuritishadi, qolgan kunlar yuritishmaydi. Statistika bo'yicha 90% odamlar hozirgi paytda O'zbekiston sharoitida 2, 3, 4 oy, 3 oydan 6 oygacha bo'lgan periodni yurgizib, qolgan periodni tashlab qo'yishayotgan ekan. Aksariyat holda 10% dan 5% odamlar 1 yil, 2 yil davomida yurgizishayotgan ekan va shu odamlar natija olishyapti. Ikkinchisi, strategiya yo'qligi, ko'pchilik yurgizyapti. Nima maqsadda yurgishyapti, nimaga yurgishyapti, qayerga qarab ketyapti, blogda nima maqsad, nima qilyapti, ketma-ketligi nima, keyingi oy nima qilish kerak, qaysi etapda boraman, nima qilaman degan tushuncha bo'lmayapti va shu orqali tashlab qo'yishyapti. Keyingisi sotuv voronkalari yo'qligi. Kontent qilishyapti, kontent qilganiga obunachilar kiryapti, sotuvlik bo'lmayapti yoki oldingida emas, shu orqali motivatsiyasi tushib, yana blogini to'xtatib qo'yishyapti. Bu ham sabab bo'lyapti ko'pchilik to'xtatib qo'yishiga. Oxirgisi pozitsiya va format yo'qligi. O'zlariga aniq format qolmagan. Format deganda formatdan formatga sakrashadi, har xil videolar olib ko'rishadi, har xil vizuallarda, har xil joylarda, oxirida hech narsa qilisha olmaydi. Bu xatolarni qilmaslik uchun biz nima qilamiz? O'zi biz mijozlarimizmi, o'zimizda nima qilib kelamiz? Mijozlarimizning orasida 2 yil ichida yuritib kelamiz bloglarni. Misol uchun Botir aka, mijozimiz Ulug'bek aka, ular уже 2 va 3-yil yurgishyapti va aynan shu odamlar, men aniq bilaman, hozirgi paytda aktivniy ravishda 1 yil davomida kontent qilib kelayotgan odam o'zini investitsiya qilgan pulni kamida tushunishingiz uchun bir 10x dan 100x gacha oqila oladi. Bu statistikani havodan olmayapman, o'zimizdan tajribamizdan kelib chiqib. Lekin 5% odamgina yoki 10% odamgina yil davomida yurgizadi. Ikkinchisi, bu aniq strategiyamiz bor, ya'ni mijozlarimiz va o'zimizda aniq strategiya tizib olamiz, ketma-ketlikda yo'lda to'xtab qolmaslik uchun. Xo'p, oxirgisi bir nechta sotuv voronkalar bor. Hozirgi paytda shunaqa xatolar bo'lmasligi uchun biz bir nechta voronkalarni ulaganmiz. Buni ham hozir ketma-ketlikda ko'rsatib beraman. Va oxirgisi bitta format topib, mavzuga fokus qaratamiz. Boya aytganimdek, format yo'q, pozitsiyasi yo'q, har xil formatdan formatga sakraydi, har xil videolar olib ko'radi. Natijada hech narsa rezultat bo'lmaydi va har xil formatlarda syomka qiladi. Biz naborot bitta formatga fokus qaratib, asosan gapirayotgan gaplariga va mavzularga fokus qaratamiz. Nimaga? Chunki format ko'p narsani hal qilmaydi. Asosan gapirayotgan mavzu
uni maqsadimizga olib boradigan gaplar, mavzular bo'lsa, eng muhimi shu. Asosiysi shu ssenariyda, mavzuda, formatga qaragan. Biz ko'proq formatdan ko'ra uni gapiradigan mavzularga e'tibor qaratamiz. Shunda uzoq muddatda davom ettiriladi. Xo'p, darslikda nimalar haqida gaplashamiz? Birinchi 10 mingta obunachilar yig'moqchi bo'lganlar uchun birinchisi nishani aniqlash bo'yicha, ikkinchisi maqsadni aniq qo'yish bo'yicha, uchinchisi strategiya, to'rtinchisi kontent plan, beshinchisi sotuv varonkalari, oltinchisi platformalar va oxirgisi intizom. Qanaqa qilib shu narsalarni qilish kerakligi bo'yicha, ketma-ketlik bo'yicha o'zim tajribamdan kelib chiqib hammasini ko'rsatib ketaman. O'zimni va mijozlarimni ishlagan narsalarni ko'rsatib ketaman. Bu dars kimlar uchun? Blogini boshlamoqchi, birinchi 10 mingta obunachi yig'moqchi bo'lgan, o'z yo'nalishini topmoqchi va kontent orqali daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun. Ikkinchisi soha egalari, qo'lida hunari bor yoki o'z mutaxassisligi ega va Instagram orqali xizmatini sotmoqchi yoki chekini oshirmoqchi bo'lgan soha egalari uchun. Keyingisi kontent mutaxassis bo'lish istaganlar bizani yo'nalishni o'rganib, shaxsiy brend bo'yicha mustaqil xizmat ko'rsatmoqchi va shu orqali daromad qilmoqchi bo'lgan mutaxassislar uchun ham, ya'ni shu sohani o'rganmoqchi bo'lgan odamlar uchun ham. Blogini yuritayotgan, kontent chiqarayotgan, harakat qilyapti, lekin sotuv yo'q, strategiyasi yo'q, pozisionирование va sotuv tizimi, ya'ni varonkasi yo'q insonlar uchun ham. Ya'ni kontent yurgizib kelyapsiz, qanaqadir kontentda chiqardingiz, lekin doimiy yurgizmayapsiz, doimiy yurgizsangiz sotuvlar yo'q. Bu video aynan sizlar uchun. Keling, bu videolarni ko'rsatishdan oldin men kimman? Menimcha auditoriyam orasida men tanimagan odamlar ham bo'lishi mumkin. Qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Men kimman, o'zi nimaga eshitishingiz kerak meni. Birinchisi 6 yillik media bozorida marketing bo'yicha tajribam, ya'ni digital sohasida shaxsiy brend bo'yicha 6 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Ikkinchisi InVision kompaniyasining asoschisi, hozirgi paytda InVision degan agentsiyamiz bor. Shaxsiy brend bo'yicha bir vaqt ichida 20 ta loyihalar bilan ishlab kelamiz, ya'ni 20 ta shaxslarga xizmat ko'rsatamiz. Undan tashqari 100 dan ortiq shaxsiy brend va marketing loyihalarida ishlab kelganman. 50 milliondan ko'proq kurslarning sonini qilishga sazovor bo'lganman Reelslarda va 50 dan oshiq odamlarga 10 mingtadan oshiq obunachilar olib kelib berganman. Buni hozir ko'rsatib beraman. Ketma-ketlik bir betda bir nechta qismini qo'yganman 0 dan shu darajaga olib kelib berganmiz. Eng qizig'i organik ravishda Reels orqali qilib berganman bu natijalarni. Bu millionga chiqqan videolarimiz menimcha qaysi birdir o'rnida rekomendatsiyada bir marta bo'lsa ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Xo'p, dars oxirigacha ham ko'rsangiz, siz uchun maxsus bonusim bor, tayyorlangan video bor. Mijozimiz Ulug'bek Yakubovga qanaqa qilib 200 ming obunachilar olib kirib berganlarini A dan Y-gacha razbor qilib berganman. Shu videoni bonus qilib beraman, videoni oxirigacha ko'rsanglar. Mavzularni maksimal harakat qilaman, aniq va tiniq yoritib berishga. Birinchisi bu, har qanaqa soha vakili bo'lsangiz, siz birinchi bo'lib nishani aniqlashdan boshlaymiz. Ya'ni meni soham qanchalik keng Instagramda. Birinchisi, ikkinchisi o'zi menga ko'p obunachilar kerakmi, yo'qmi? Misol uchun 10 mingta obunachilar o'zi kerakmi sizga yoki yo'qmi? Shuni aniqlab olishingiz kerak. Uchinchisi, meni soham Instagramda reklama qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Ya'ni meni sohamda shaxsiy brend yurgizish kerakmi, blog yurgizish shartmi yoki yo'qmi? Shunaqa sohalar bor, yo'q emas. Blog yurgizish shart emas. Ularga o'sha klassik sotuvlari o'zini oldinga ishlatayotgan sistemalar ishlayapti. Misol uchun eski klassik bizneslarda haligacha qaysidir bizneslarga yoki qaysidir odamlarga shaxsiy brend shart emas, blogini yurgizish kerak emas ularga. Keyingisi, ikkinchisi maqsadni aniq qo'yish. Ya'ni men blogim orqali meni blogim nima uchun kerak? Mijoz yig'ish uchunmi, tanilish uchunmi yoki shunchaki yoqtirganim uchunmi? Yoki meni blogim orqali nimalarga erishmoqchiman? Ko'proq mijozmi, ko'proq obunachilarmi? Hamma shu savollarga javob berganingizdan yoki blogim menga qanaqa foyda berishi mumkin? Sotuvni ko'tarishmi, obro' oshirishmi yoki hamkorlik topishmi? Bu savollarga aniq javob berib chiqqaningizdan keyin o'sha blogingizdan aniq maqsadingiz bo'ladi. Nimaga bu narsalar kerak? Chunki kontent qilayotganingizda boshqa joylarga o'tlab ketmasligingiz uchun, boshqa yoqqa ketib qolmasligingiz uchun aniq agar sizga mijoz kerakmi, mijoz keltiradigan instrumentlarga fokus qaratasiz. Kerak emas mavzularni, boshqa mavzularga o'zingiz vaqtingizni ham ketkazmaysiz va oshiqcha kuch ham sarflamaysiz. Agar aniq maqsadingizni aniqlab olsangiz, misol uchun nimaga kerak o'zi, qaysi maqsadda qolmoq o'zi, mijozlarni qancha ob'yemda oshirmoqchiman degan savollarga aniqroq maqsad qo'yasiz. Chunki har bitta boshlayotgan mijozimizda yoki o'zimda ham aniq maqsadim bor. Buni hozir strategiyada ko'rsatib beraman. Menda o'zi nima maqsad, o'zi qanaqa produkt qilaman, nima yo'nalishda maqsadim nima o'zi. Har bitta mijozlarimizda mana shu narsani qilamiz. Chunki o'zi har bir ish boshlashdan oldin maqsad qo'yib olish kerak, чтобы yo'l o'rtasida to'xtab qolmaslik uchun. Keyingisi bu ma'no. Eng kerakli joyi bu strategiya. Strategiyada biz o'zi nimaga strategiya qilinadi? Boya aytganimdek, strategiya bu o'zi bizning yo'l xaritamiz. Blogimizdan yurgizayotganimizda
Bu meni qisqacha anaqam strategiyam, hammasini ko'rsatmaganman, shu maksimal yarmidan ko'pini ko'rsatganman bu yerda. Hozir buni qisqacha aytib beraman. Birinchisi bu bizda men kimman? Men kimman degani blog uchun men kimman? O'zim haqimda ma'lumotlar yozib chiqqanman. Ikkinchisi meni auditoriyam kim? Ya'ni soha egalari, kontent qilayotgandagi meni obunachilarim kim? Aniq yozib chiqqanman bir nechtalarini, ketma-ketligini. Keyingisi, meni kuchli taraflarim. Nima meni kuchli tarafim? Masalan, stomatologiyada bo'lsa, meni kuchli tarafim mijozlar bilan ko'proq gaplashish yoki realtor bo'lsa, men ko'proq muzokarani yaxshi olib boraman, yaxshi sota olaman. Masalan, men kuchli taraflarim shunday desa, bizni kontentlarni ham o'sha taraflarga fokus qaratishga harakat qilamiz. Bu bekorga emas, kuchli taraflarni aniqlab olamiz. Keyingisi meni qadriyatlarim va prinsiplarim. Ya'ni blogda men nimalarni ko'rsatmayman, nimalarni qilmayman. Misol uchun bizda men o'zimni harakat qilaman, hamma ayb bu o'zimda, nimadir blogimda nimadir xato bo'lsa, o'zimda ayb qilaman yoki gapiraman, bajaraman. Lafz men uchun kapital. Ya'ni qaysidir yo'nalish bo'yicha misol uchun nimadir mavzuni aytdimmi, o'sha narsani qilaman. Yoki mijozlar bilan ishlayotganda qattiq filtr qilamiz. Qaysidir mijoz bilan ishlayotganda agar menda yo'q degan, misol uchun ichimizda yo'q degan javob bo'lsa, katta ehtimol bilan u odam bilan ishlamaymiz yoki uzoq muddatda u inson bilan ishlashni ko'ra olmasam, misol 5 yil, 10 yil ichida u inson bilan ishlamasligiga harakat qilaman. Chunki 5-10 yil ichida u odam bilan ishlashni ko'rmasam, sirasi boshida to'xtatishga harakat qilaman. Xo'p, keyingisi konkurent analizini qilamiz. Kontent analiz deganda konkurentlarning shu bir nechta spiskasini qilasiz. Birinchi lokalniy joyda, ya'ni o'zimiz O'zbekistonda yashasa O'zbekistondagi yoki keyingisi mirovoy SNG bo'yicha konkurentni analiz qilib va ularni kuchsiz va kuchli tomonlarini yozib chiqamiz. Misol uchun bu insonda bunaqa kontentlar ko'p ekan, bunaqada. Shunaqa qilib biz 10 ta spiska qilib olganmiz ekan, mana misol uchun mana shunaqa ketma-ketlikda sizda aniq o'sha videniya bo'ladi, ketma-ketlik bo'yicha nima qilish kerakligini. Keyingisi benchmark degan narsa bor. Bu blogimni men kimga o'xshatmoqchiman? Ya'ni qaysi pozitsiya menga yoqadi, qaysi odamning ijodi yoqadi Instagramda. Shu narsani aniqlash juda ham muhim, chunki bizda har doim hammamizning benchmarkimiz bo'ladi. Ya'ni kimga misol tariqasida, misol uchun bizning blogi, qaysi insonning blogi yoqadi bizga. Shu odamni ham misol tariqasida qo'yib qo'yishimiz kerak, чтобы o'sha odamdan misol uchun ilhomlanish uchun. Xo'p, auditoriyamizni aniqladik, biz kimmiz, kuchli taraflarimizni aniqladik, bizning qadriyatlarni va prinsiplarimizni aniqladik, konkurentlarimizni aniqladik, kimligini, benchmarkni aniqladik. Keyingisi kontent qilayotganda asosan obunachilarni qatdan olib kiramiz, trafikni qatdan olib kiramiz. Mana misol uchun menda 80% Reels orqali, ikkinchisi YouTube Shorts orqali, uchinchisi YouTube Long, Target va influencer orqali. Lekin asosiy qismi ko'rayotganingizda Reels orqali auditoriya olib kiraman. Va aniq yozib qo'yganman. Endi bu ham bo'layotganlik soha va maqsadga bog'liq. Agar sizni sohangiz misol uchun kengroq bo'lmasa, biz target orqali olib kirishimiz mumkin yoki boshqa platformalardan tortishimiz mumkin. Bu o'sha soha va maqsadga qarab. Keyingisi varonkalar. Bu auditoriya olib kirgan auditoriyaga men qaysi yo'nalish orqali ularga xizmat sotaman? Ya'ni varonkalar orqali qaysi strategiya orqali ularga sotaman? Menda varonka qanaqa? Reels, aktual storieslar iliqlashtirish sayt va sell video. Ya'ni Reels ko'rgandan keyin, Reels video ko'rishgandan keyin men ularga aktual storieslarni ko'rish uchun ularni jo'nataman. Aktual storieslar degandan keyin ular progressini ko'rib, iliqlashadi. Iliqlashgandan keyin saytni ko'rishadi. Saytni ko'rib chiqib, yana tanishtirib nomer qoldiradi. Shunday qilib sotuvlarni olib boraman. Ikkinchisi bu mana, uchinchisi misol uchun yoki Reels profil stories sayt mahsulot. Bu qanaqa? Ko'pchilik aktual stories ko'rmasligi mumkin, prosta profilga obuna bo'lish mumkin. Profilga obuna bo'lgandan keyin ularni men har doim storiesda haftada bir yoki 2 marta storiesni undayman, shu storiesni ko'ringlar. U stories ko'rgandan keyin 7 ta stories ketma-ketligida aktual storiesda progress uchun qilingan, mijozlar uchun u stories ko'rgandan keyin o'zi katta ehtimol bilan mahsulotimdan sotib oladi. Keyingisi menda qanaqa produkt lineyka bor, ya'ni qanaqa produktlarim bor, xizmatlarim. Misol uchun birinchisi bu shaxsiy brend bo'yicha xizmatimiz, ikkinchisi konsultatsiya, uchinchisi mentorship. 3 ta aniq, misol uchun 3 ta mahsulotim bor yoki siz misol uchun prorab bo'lsangiz, menda aniq nechta xizmatim bor. Birinchisi bu konsultatsiya, ikkinchisi bu tadbirlar bo'lishi mumkin va uchinchisi asosiy misol implant yoki plomba. Aniq misol uchun xizmatingizni, produkt lineykangizni blogingiz orqali nima xizmatlarni sotishingizni aniq yozib olishingiz kerak shu joylarni. Keyingisi format bilan fon. Qanaqa formatda men asosan syomka qilaman? Men o'zimga qiyinlashtirmaslik uchun bitta format tanlaganman. Qora fonda odatda turib mikrofonda gapirish yoki podkastli mikrofonda gapirish. Bu nimaga? Chunki bu
qiyinlashtirmaydi protsessni. Ikkinchisi bu doimiy ravishda kontent qilishimga yordam beradi. O'shaning uchun ham men har doim kontent formatiga emasda, kontent asosan rubrikasiga, mavzusiga fokus qarataman. Keyingisi qanaqa kontent rubrikalar ishlataman, ketma-ketlik bo'yicha nimalar yurgizaman, qanaqa videolar qilaman. O'shani ketma-ketlik yozib qo'ygan. Bu yerda misol tariqasida shu millionga uchgan reelslarni razbor qilaman, o'zimdagi holatlar, yangi tajribamdan kelib chiqib ma'lumot beraman. Va bu yerda o'zimni xulosamni yozib qo'yganman. Disiplina orqali 6 oy yurgizish, prinsiplarga xatda turish, yangi rubrikalarni test qilish, har doim voronkaga tushirish obunachilarni, har doim progress qilish, storiesda kameraga kulib va maksimal tabiiy gapirish, trendga moslashish. Ya'ni bu yerda men o'zimdan kelib chiqib, o'zim maqsadimdan mana shu har bitta qiyin ishimdan keyin oxiri xulosani yozib chiqqanman. Shu xulosadan bu как xulosa eslatma sifatida o'zim qilib qo'yganman. Aniq mana shu narsani ketma-ketligini qilganingizdan keyin sizda уже aniq примерно kartina paydo bo'ladi. Qayerga yurish kerakligini, nima qilish kerakligini уже tushunib yetasiz примерно. Keyingisi bizda content plan. Content plan уже ko'pchilik biladi, lekin content planni qanaqa to'g'ri qilishni bilmaydi. Menda odatda content plani bu datasi, content nomi, rubrikalari va formati va ssenariysi. Shunaqa ketma-ketlikda qilaman. Kontentni ham tuzishni men juda ko'p etaplarga qarayman. Birinchisi bu kontent tuzishdagi bu eng aktual muammolarni yozaman o'zim sohamdagi konkurent analizdan kelib chiqib, va uchinchisi o'zimni saqlab yurgan o'sha videolarimdan kelib chiqib, misol uchun qaysidir videoni ko'rdim, o'sha videoni o'zimga moslashtiraman. Shunaqa qilib kontent plan tuzaman. Kontent plan tuzayotganda ham harakat qilaman. Bitta o'tirganimda o'sha maksimal harakat qilaman. 20 kunlik, misol uchun 30 kunlik kontent plan yozishga. Nimaga? Chunki ideyalarni yig'ib yuraman. Misol uchun Telegram kanalim bor. Telegram kanalda yig'ib o'sha mavzularni yig'ib yurib, o'sha yerga tashlayman. Bitta o'tirib o'sha 20 kunlik yoki 30 kunlik kontent plan shu tarzda tuzib chiqaman. Bu menga nima beradi? Hadeb stress bo'lmasligi uchun, hadeb ya'ni kontent plan qilaman degan narsaga chuqurlashmasligim uchun. Xo'p, kontentlarning ham 3-4 xili bor. Bu informatsion, sotuvchi, live. Informatsion deganda bu mana har bitta mijozimizda bizni yoki o'zimda asosan informatsion reels olib kiramiz. Bu eng reelslarni bazasi. Informatsion deganda soha bo'yicha qiziq ma'lumotli, qiziq kontentlar qilamiz, olib kiramiz. Ikkinchisi bu sotuvchi. Sotuvchi reels deganda bu xizmatimiz haqida o'sha ma'lumot beramiz yoki xizmatimiz bo'yicha ko'rsatib ketamiz. Misol uchun mijozimiz Botir akada biz foydali videolar qilib, keyin birinchi boshlaganimiz sotuvchi videoni qo'yamiz. Misol uchun Toshkent City'dagi bitgan obyektimizni misol uchun obzor qilib berganmiz. Bu bizda sotuv olib kelib berishga sababchi bo'lgan. Har doim shunaqa reels kontent olib kirganimizdan keyin foydali videolar qilib, erta sotuvchi video qo'yish kerak. Sotuvchi video, mijozlarimizga eslatib turish kerak. Bizda mahsulot bor yoki xizmatimiz bor. Shu narsani sotib olishga undab ularga eslatib turish kerak. Keyingisi live. Ko'pchilik live deganda juda ko'p live qo'yadi. O'zi live kontent ham o'zining maqsadi bor. Informatsion kontent bizga shu auditoriyani olib kirishga yordam beradi. Live kontent bu bizga olib kirgan auditoriyaga bizning qiymatimizni, tendenslarimizni, qadriyatlarimizni ko'rsatib, ular kirgan auditoriyaga ularni yaxshi ko'rishiga, ularni bizga nisbatan hurmatini oshirishiga yoki bizga loyalli bo'lishiga xizmat qiladigan kontent bu live kontent. Va oxirgisi kirgan auditoriya kirdi, begona auditoriya kirdi, sizga ishondi, sizni kuzatyapti. Oxirgisi sotuvchi kontent bizga o'sha tochka qo'yadi kontentlarimizni sotishga. Instagram bu bizga OLX emas, hozir kirib nimadir sotib tashlashga, tim более reels orqali bu vaqt talab qilinadi va aniq strategiya boya ko'rsatganimdek ketma-ketlik bo'yicha qaysi varonkaga olib tushasiz va ketma-ketlik bo'yicha qanaqa kontentlar qilamiz. Bu har biri bir-biriga bog'langan. Bittasi bo'lmasa, bittasi o'xshamaydi, bittasi bo'lsa, ikkinchisi bo'lmaydi, misol uchun. Keyingisi bu sotuv kanallari, varonkalar. Varonkalar deganda men hozir o'zimni varonkamni razbor qilib beraman. Mana Instagram sahifamda men tayyor varonka qilib qo'yganman. Har bitta reelsimni men harakat qilaman gapirishga. Hozir men bu videolarimdan, undan tashqari hozir men yangi olgan videolarimda ham foydali video berib turib, oxirida siz yanada agar shaxsiy brend bo'yicha xizmatimizni bilmoqchi bo'lsangiz yoki shaxsiy brend bo'yicha ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki shaxsiy blogingizni yurgizmoqchi bo'lsangiz, shu aktual stories qarang deb men ularga videoni oxirida undayman. Ko'rishadi, videoni ko'rgandan keyin mana misol uchun 19 mingta odam videoni oxirigacha ham ko'rishsa, oxirida men shu yerda ko'ringlar deb men ularni o'tkazaman. Misol uchun 19 mingtadan aytaylik 2 mingtasi o'tadi. 2 mingtadan bu profilimga o'tib ko'radi stories. Bu yerda men nima qilganman? Ketma-ketlik bo'yicha biz xizmatimizni upakovka qilib qo'yganman.
Misol uchun, mijozimiz Botirga qanaqa 40 mingta obunachi olib kirganimi, ketma-ketligi mana qanaqa qilganmiz bu ishlarni ketma-ketlik bo'yicha. Bu yerda gapirganman mavzu bo'yicha. Keyingisi Ulug'bekka odzivlari ularni, keyin qanaqa katta PR qilganimiz, qisqacha noldan olib kirganmiz. Bu yerda men fikrimni bildirib ketgan, mijoz olishni nima qilamiz, qanaqa qilamiz, bu yerda yana qilgan ishlarimiz. Va oxirida agar siz ham shunaqa yurgizmoqchi bo'lsangiz, bizani reklamni misol uchun anaqamizga, saytimizga o'ting deb link berganman. Saytga o'tgandan keyin bizga to'g'ridan-to'g'ri saytimizga o'tib, saytda offerlar berib, to'g'ridan-to'g'ri bizga yozilish imkoni bor, tariflarni tanlab uchrashuv berganmiz. Bu yerda mana odzivlarni tayyor upakovka qilib qo'yganmiz. Mana shu haqiqiy bu eng minimal, eng oddiy sotuv varonkasi. Undan tashqari ikkinchi varonka boya ko'rsatganimdek, bu yerda hamma ko'rmasligi mumkin. Bu aktual storiesmi, aktual storiesmi? Bu obuna bo'lishi mumkin. Obuna bo'lgan odamlar bizda o'shaning uchun ham ora-orada sotuvchi videolar bor. Sotuvchi video deganda mana misol uchun bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Qanaqa qilib mijozimizga bir oy ichida 19 ming obunachilar olib kirib berganmiz deb, misol uchun ora-orada mijozlarimizning rezultatini ko'rsam, mana shu sotuvchi video bo'ladi. Bu yerda asosiy maqsad sotish. O'sha kirgan auditoriyaga xizmatimizdan eslatib turish. Menda misol uchun ikkita yo'l bilan hozir ana asosan monetizatsiya bo'ladi. Birinchisi bu har bitta reelslarni ko'rgandan keyin oxirida portfel o'sha storiesni ko'ring, shu aktual storiesni ko'ring, xizmatimdan foydalanmoqchi bo'lsangiz yoki shaxsiy brend bo'yicha yurgizmoqchi bo'lsangiz deb shotka jo'nataman. Bu yerda ko'rmagan yoki qolgan odamlar, obuna bo'lgan odamlar asosan shu sotuvchi videomizdan ko'rishadi yokida storieslarda progress qolgan etaplarni storieslarda progress qilib sotib ketamiz. Reels, profil, stories, sayt, maqsad. Misol uchun agar boya ko'rganinglarda bizani anaqamizni ko'rmasa, biz ularni profil orqali obuna bo'lgandan keyin biz stories orqali ularni qizdirib, shu mahsulotimizni sotamiz. Bu har bitta yo'nalishda shunaqa ishlaydi. Har bitta biz mijozlarimizni shunaqa qilamiz. O'zi klassik holatda hozir shunaqa ishlayapti, lekin buni yana qiyinlashtirsa bo'ladi. Bu o'sha siz sohangizga qarab, mahsulotingizni, xizmat yoki mahsulotingizni narxiga qarab o'zgaradi va sohangizga qarab. Chunki qaysidir sohada bu varonkani qiyinlashtirish kerak, ko'proq qiymat berish kerak. Qaysidir sohada haligacha ham halloading trafik ishlayapti, lekin bu narsa ishlamayapti. Halloading deganda bir marta ko'rdi, sizdan yoki targetdan bir marta ko'rdi, sotib oldi. Lekin bu jarayon kamayib ketyapti. Обязательно qaysidir etaplardan o'tish kerak. Mani ko'rganimda hozir 3-4 ta varonka qilganmiz. Bu asosan blogim orqali sotuvchi videolarimni ko'radi yokida aktual storiesimizda ko'radi yokida mana saytimizda bor, saytimizga o'tib ko'rish mumkin va oxirgisi storieslarda ham har doim haftada bir misol uchun rezultatlarni qo'yib boraman. Yerda ham sotib olish qaror qabuliga kelishadi ular, qaror qabul qilishadi. Xo'p, keyingisi bu yerda biz sotuv varonkalarini ko'rib chiqdik, ketma-ketligini va oxirgisi platformalar. Ko'pchilik yurgizayotganda bitta Instagramga qarab qolishgan. Instagram yurgizish noto'g'ri. Bizning mijozlarimiz bilan misol uchun Ulug'bekda hamma mijozlarimiz va o'zimda ham harakat qilaman hamma platformani yurgizishga. Chunki bitta qilgan mehnatingiz, reelsiz boshqa platformalardan chiqish kerak. Misol YouTube Shorts, baribir shu kontentni qilgansiz, ularni joylashtirish kerak. Boya aytganda, sizda bitta varonkangiz, misol uchun Telegram kanal bo'lsa, har xil platformalardan tortsangiz o'sha lead magnetis bo'ladimi, o'sha joyga misol uchun sayt bo'ladimi yoki Telegram kanalida bo'ladimi, har xil joylardan tortish kerak. Instagram o'zi kamlik qiladi. Men o'zim shaxsan biladigan odamlar misol uchun bitta Instagramdan emas, juda katta sotuv qilayotganlar har xil platformalardan tortishadi. Misol uchun TikTok, misol uchun asosan Facebook, YouTubedan, hamma platformadan Telegram kanaliga olib o'tishadi. Telegram kanalida progress qilib, bu yerda ham mahsulotini sotishadi. Varonkalarni yo'nalishi juda ham ko'p, har xil. Bu mana klassitskilarni men o'zim blogimda qanaqa ishlayotganini ko'rsatdim. Bu ishlab kelayotgan varonkalardan bittasi. Bu aytganimdek bu sohaga va maqsadingiz va xizmatingizni yoki produktingizni narxiga qarab o'zgaradi. Bu varonkalarning ham turi. Qanaqa varonka qilishga bog'liq. Keyingisi intizom boya aytgandek, hozirgi kunda 90% odamlar blogini boshlab 3 oy ichida tashab qo'yadi ekan. Statistika bo'yicha 5 yo 10% odam davomiy yurgizar ekan. Endi savol 1 yil, 2 yil davomida yurgizgan odamlardan natija bo'lyaptimi? Men unaqa odamni ko'rmadim. 1 yil davomida yurgizib, o'zini o'sha tikkan blogiga tikkan pulini kamida 10x oqlamagan. 100x oqlaganlar. Misol uchun biladi, kimdir 3-4 oy chala yurgizadigan odamlar menimcha bilsalar kerak. Videosini prosta yurgizsa ham, mana rezultat shunaqa odamlarda ham bo'ladi. Lekin bozor o'zgarib boryapti. Kontentlarni har doim professional ravishda va intizomli ravishda qo'ymasangiz, har qanaqa strategiya yoki varonkalar bo'lishidan qat'iy nazar, bu ko'pchiliklarni esdan chiqarib qo'yadi. Bu intizom. Intizom bo'lmasa, har bitta qilayotgan ishimizni nolga teng.
Nol degani teng deganda reelslarni chiqarib, o'sha trafiklarni olib kirib, biz ketma-ketlik bo'yicha olib kirmasak, har bitta qilayotgan ishimiz nolga teng bo'ladi. Bu ketma-ketlik bo'yicha qilsangiz, sizda aniq birinchi 10 mingta obunachilaringizni jalb qila olasiz. Men buni o'zimda mijozlarimni sinab ko'rganman. Faqat obunachilar emas, ularni voronka orqali yoki monetizatsiya qilib, undan pul ishlashni ham men o'zimning mijozlarim orqali yoki o'zimni aniq primerlarni ko'rsatdim, ketma-ketligini. Xo'p, bularni tushundik, ketma-ketlikni bildik, qanaqa strategiya tuzilish kerakligini bildik, lekin buni aniq qaysi orqali, qaysi instrumentlar orqali ketma-ketlik bo'yicha qilish kerak. Misol uchun, qanaqa strategiyada qilayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak, o'zi qanaqa qilinadi, nimadan kelib chiqib qilinadi, kuchli tomoni qanaqa analiz qilinadi, konkurentlarni o'zi qanaqa ichiga kirish kerak bo'ladi, nishani aniqlayotganda qaysi etaplarga e'tibor berish kerak desangiz, agar siz aniq ketma-ketlik bo'yicha shu etaplarni qilmoqchi bo'lsangiz, xizmatingizni, o'sha daromadingizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz Instagram orqali, bu produktim aynan siz uchun. Bu meni birinchi offline kursim bo'ladi. Offline tarzda bo'ladigan shaxsiy brend bo'yicha Instagram daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun birinchi produktim bo'ladi. Mentorlik dasturim o'zi kimlar uchun? Birinchisi, blogini boshlamoqchi, Instagramda birinchi 10 mingta obunachilarni yig'moqchi, o'z yo'nalishida topmoqchi va kontent orqali daromad topmoqchi bo'lgan insonlar uchun. Ikkinchi, soha egalari uchun, qo'lida hunari bor, o'z mutaxassisligiga ega Instagram orqali xizmatini sotmoqchi yoki chekini oshirmoqchi bo'lgan soha egalari uchun. Misol uchun, stomatolog, realtor, prorab bo'lsangiz, bu produktimiz aynan siz uchun. Keyingisi, kontent mutaxassislik bo'lish uchun istagan bizni yo'nalishda o'rganib, shaxsiy brend bo'yicha mustaqil xizmat ko'rsatmoqchi va shu orqali daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun. Ya'ni shu sohani o'rganib, kamida 2000 dollardan 5000 dollargacha daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bu soha sizga to'g'ri keladi. Xo'p, keyingisi, blogini yuritib kelyapti, kontent chiqaryapti, lekin unda voronkalar yo'q, keyingi etapni bilmayapti, aniq strategiyasi yo'q yoki sotuv voronkalari ishlamayapti, sotuvlar oldingida emas. Bu produktimiz aynan siz uchun. Xo'p, mentorlik dasturimiz 2 oy davom etadi. Bir oy asosiy darslar, bir oy amaliy darslar. Shaxsan o'zimiz offline dars bo'ladi. 2 oy davomida bir oy asosiy o'sha offline amaliy darslar bo'ladi. Bir oy nazariy darslar bo'ladi. Har bittasini o'zim ketma-ketlikda tushuntirib beraman. Keyingisi faqatgina 20 ta odam olamiz. 8 ta offline darslar, 3 ta mastermind. Bu meni birinchi offline kursim bo'ladi. Offline tarzda bo'ladigan shaxsiy brend bo'yicha Instagram daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun birinchi produktim bo'ladi. Bilasizlar, birinchi produkt har doim zo'r bo'ladi. Menga hozir asosan shu produktim orqali, birinchi kursimiz orqali ko'proq odamlarni zo'r rezultat qilish asosiy fokusimiz shu yerda. Bu meni birinchi produktim, ya'ni asosan odatda biz xizmat ko'rsatamiz, agentsiyamizni ko'rganingiz bor. 20 ta proyektlar bilan odatda bir xil vaqtda ishlab kelamiz. Bu narsaga talab bo'layotganiga va shunaqa talab so'rashgani uchun men birinchi produktimni qildim va odatda men birinchi produkt yoki qaysidir ish qilganimda maksimalni, ya'ni faqat case qilish uchun fokus qarataman. Ya'ni birinchi potokimiz ham, birinchi qilayotgan ishim ham maksimalni case uchun bo'ladi. Maksimalni bombezniy bo'ladi. Hamma zo'r insaytlar, o'zim ishlatayotgan instrumentlarimni, boya ko'rsatgan strategiyalarimni, har bitta shablonlarini beraman. 3 ta mastermind bo'ladi, qo'shimcha bonuslar. Hamma ko'rgan shablonlar, content plan, strategiya, shaxsiyat ochish, shunaqa kerakli shablonlar har bittasini beramiz. Birga bir razborlar bo'ladi. Ya'ni blogini yurgizib qo'ymoqchi bo'lgan odamlar yoki yurgizayotgan odamlar bilan birga bir razbor qilib, ularni shu slabiy tomoni yoki qattiq xatolik bo'layotgan bo'lsa, shu narsalarni ko'rsatib beramiz. Ikkinchisi, 5 ta mehmon spikerlarni chaqirganmiz. Ya'ni bozordagi top o'zini yo'nalishi bo'yicha, ya'ni blogini yurgizmoqchi bo'lgan odamlar uchun foydasi tegadigan eng topoy spikerlarni taklif qilganmiz. Keyingisi, kurator nazorati. Har bitta odamni o'zim shaxsiy qarashimdan tashqari yana kurator bo'ladi. Qanaqa savol-javoblar bo'ladigan bo'lsa, gruppada bemalol obsujat qilish uchun. Hamma savollarga shaxsan o'zimdan javob olasiz. Mentorlik dasturimni, darslarni ketma-ketligini hozir ko'rsatib beraman. Xo'p, mentorlik dasturimiz birinchi kirish qismida shaxsiy brend nima uchun kerak? Tanishtiruv, mentorlik programmasi bilan tanishtiruv, fikrlash, hozirgi holatni aniqlash, sohani o'rganish, shaxsiy brend mohiyati. Birinchi darsimiz shu dars bo'ladi. Bizlarni kirib olishimiz uchun, ya'ni fikrlashni to'g'rilab olish uchun ketma-ketlikda shu etapni qo'yganmiz. Ikkinchisi, ikkinchi modulimiz bu analiz va shaxsiyat ochish, maqsad aniqlash. Boya aytganimdek, SWOT tahlil, kuchli, zaif tomonini aniqlash, shaxsiyat ochish, to'g'ri savollar orqali o'zini ochish, misol uchun, maqsad qo'yish, qanaqa qilib 1 yillik, 3 yillik, 10 yillik maqsadni to'g'ri qo'yish va maqsadli auditoriyasini to'g'ri aniqlash.
Uchinchi modulimiz bu strategiya. Bu modulga ko'proq chuqurroq kiramiz. Konkurentni analiz qilamiz, o'zining pozitsiyasi bo'yicha qaysi metodlardan foydalanamiz, nimalarga ko'rsatamiz, nimalar ko'rsatmaymiz. Blogimizda pasporti, kimga gapiramiz, nima beramiz, o'zi men kimman degan savolni aniq qo'yamiz. O'sish strategiyasi haftalik, oylik, yillik nima ish qilamiz, ketma-ketlik bo'yicha boya aytganimdek, ya'ni aniq sizda ketma-ketlik bo'yicha kartina paydo bo'ladi bu strategiyadan keyin. Keyingisi modul. Reels misol ssenariy yozish, qisqa, aniq tortadigan struktura bo'yicha million prosmotr Reels formulasi, tayyor ssenariylar shabloni, rubrikalar, qaysi rubrikalarda ishlatamiz, nima uchun ishlatamiz, qayerdan ideyalar olamiz, sotuvchi Reels shablonlarni har bitta bu bo'yicha menda yana tayyor shablonlar bor, rubrikalarning shabloni bor, millionga uchgan shablonlar bor. Bularni ham bepul biz sizlarga dars ichida beramiz. Qanaqa qilib shu ssenariy yozish bo'yicha bittada o'tirib, qanaqa qilib 30 ta, misol uchun 20 ta ideyalar tugab qolsa nima qilish kerak, qayerdan o'zi yozish kerak, million prosmotr bo'lishi nima qilish kerak, uni million prosmotr bo'lganda qanaqa qilib sotuvga olib borish kerak, qanaqa varon qo'llash kerak, va hokazo har bittasini ko'rsatamiz. 5-modul bu stories orqali progress qilish, ya'ni stories orqali to'g'ri gapirish, progress qilish, stories orqali sotuv qanaqa qilish kerak, o'zim real metodlarimni qanaqa qilib stories orqali sotuv qilaman, har bittasini ko'rsataman. Stories prosmotr ko'rish algoritmlari bilan ishlash, nima chiqarish kerak va nima chiqarmaslik kerak storiesda, qachon chiqarish kerak va qachon chiqarmaslik kerak. Stories qanaqa yurgizish kerak? Chunki ko'p odamlar stories chiqarish kerakligini biladi, lekin nimaga chiqarish kerakligini tushunishmaydi. O'sha uchun ham men aniq ketma-ketlik bo'yicha, stories bo'yicha ham отдельный modulimiz bor. Keyingisi varonka, boy ko'rdim. Auditoriya olib kirish bildi, misol Reels olishni bildi, endi ularni qanaqa qilib sotish kerak degan joyda ko'pchilik bosh qotib qoladi. Bu bo'yicha men o'zim shaxsan 2026-yilda eng kuchli varonkada Amerika va Rossiyada ishlayotgan varonkalarni beraman. O'zimni shaxsiy ishlatayotgan varonkalarimni razbor qilib, sizlarga aniq ketma-ketlikda beraman va birinchi sotuvlarni qilasizlar. Birinchi oddiy tuzgan varonkalarning o'zida o'zimni shaxsiy varonkalarim qanaqa ishlaydi, qanaqa natija beradi, mijozlarning varonkalasini razbor qilib beraman. Raqamlar, konversiyalar, bosqichlar, trafik nima o'zi, trafik to'g'ri jalb qilish, varonkalar xatolari, 2026-yilda eng samarali trafik strategiyasi, ya'ni auditoriya trafikni qatdan olib kirish kerak, qanaqa tarzda olib kirish kerak, qaysi etaplardan foydalanish kerak. Varonkalarning har xil varonkalar boya aytganimiz, siz sohangizdan kelib chiqib, individualniy sizga varonka tuzib beramiz. Hop, keyingisi 7-modul bu boshqa platformada ishlash va razbor qilish. Ya'ni Telegramni yuritish, kanal strukturasi, Instagramdan tashqari shaxsiy brendni kengaytirish, har bitta platformada o'zingizni qanaqa ko'rsatish, kontent platformalariga moslashtirish, formatlarni, turli platformalarda sotuv mexanizmlarini, xatolarni ko'rsatish va to'g'ri yo'l berish. 7-modulimiz bu boshqa platformalarda ishlash, bu уже aniq boshqa platformada qanaqa ishlash kerak, qanaqa adaptatsiya qilish kerakligidan ko'rsatib beramiz. Bu modullarimizdan xudo xolisa har bittasini o'tganimizdan keyin sizni boya aytgandek aniq tushuncha bo'ladi. Ketma-ketlik bo'yicha nima qilish kerak, qanaqa blog yurish kerak, birinchi qanaqa daromad qilaman. Ko'pchilikda o'sha boya aytgandek blogi bor, lekin blogidan to'g'ri foydalanmayapti. Aynan mana shu etaplarda men sizlarga o'zim har bitta ketma-ketlik bo'yicha o'rgataman. Tushuntirib beraman. Agar sizlarda qanaqadir qo'shimcha savollar qolgan bo'lsa, pastda forma qoldiramiz. Shu formani to'ldirsanglar, xudo xolasa menejerlarimiz yoki o'zim bog'lanib sizlarga yana ma'lumot beramiz. Bu kursga predzapis, ya'ni hali kurs boshlanmadi. Hozirdan уже predzapis yozilib qo'yishlar mumkin birinchilardan bu. Xudo xolasa faqatgina 20 ta dona odam olamiz. Buni hozir faqat shu yerda aytaman. Hali storiesimda e'lon qilganim yo'q, Telegram kanalimda e'lon qilganim yo'q. Shu yerda o'zida hozir predzapis berolman. Birinchilardan yozilgan odamga bilasizlar, har doim mana shirin joyga kirasizlar. Birinchi potok har doim har qanaqa yaxshi produktlarda birinchi potoki bu har doim eng zo'r bo'lgan. Mendan xudo xolasa shu narsaga harakat qilaman. Birinchi potokimiz обязательно eng zo'ri bo'lishi kerak. Eng zo'r keyslar, eng zo'r ma'lumotlar, har bittasini maksimalniy shu yerga fokus qaratib, o'zimizni real ishlab kelayotgan mijozlarimizni qanaqa qilib, misol uchun Botir akada, Ulug'bek akada u mijozlarimizda qanaqa instrument ishlatyapmiz hozirgi paytda, keyin qanaqa instrument ishlatamiz, o'zimni qanaqa instrument ishlatish planlar bor. Nima qilamiz? Sizni sohangizga chuqur kiramiz, misol uchun har bitta gruppamiz bilan sizni sohangizga chuqur kirib, birga bir razbor qilib beraman. Kursimizga yozilishdan oldindan predzapisga pastda forma qoldiraman. YouTube'imizning описаниесini kirib qoldiringlar. Menejerlarimiz yoki o'zim bog'lanaman. Videomizni shu yerda tugatamiz. Sizlarga xudo xolasa manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa kursimda ko'rishguncha rahmat.